Assalomu alaykum. Hurmatli domla, men Mahmud Nozimjon. Esekko 4P guruh talabasi bo'laman. Meni mustaqil ish va mavzuyim pul bozorida muvozanat degan mavzu tushgan. Pul muvozanat bozorida deganda bunga men asosan kirishib olsam, bozor iqtisodiyoti sharoitida pul bozori mamlakat iqtisodiyotining yuragi hisoblanadi. Pul bozori bu iqtisodiyotga pul vositalarining taklifi va talabining o'zaro muvozanatlashadigan joyidir. Har qanday iqtisodiy tizimda pul muomalasi va uni boshqarish iqtisodiy barqarorlikka, inflyatsiya darajasiga, ishsizlikka hamda ishlab chiqarish hajmiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Endi pul bozori tushunchasi va ahamiyati nimadan iborat? Bular: pul bozori qisqa muddatli moliyaviy resurslar harakatini ta'minlaydigan tizim bo'lib, unda markaziy bank, tijorat banklari, moliya institutlari va iqtisodiy subyektlari o'zaro aloqada bo'lishi kerak. Bu bozor iqtisodiy tizimning likvidligini ta'minlaydi va kapital oqimini tartibga soladi. Endi pulga talab ham bo'ladi. Muvozanat saqlash uchun bunda nima bo'ladi? Bu iqtisodiy agentlarning o'z mablag'larini pul shaklida saqlash istagida bo'ladi. Pulga talab 3 asosiy qismda bo'ladi. Bular tranzaksion, ehtiyot va spekulyativ hisoblanadi. Bunda olimlar Keynes, Friedman va Cambridge maktabi olimlari bu borada turlicha fikrlar olib borgan. Endi pulga talab bo'lgan sari taklif ham bo'ladi. Bu nima degani? Pulga taklifi iqtisodiyotga mavjud bo'lgan pul miqdorini bildiradi. Uning asosiy manbai markaziy bank emissiyasi, tijorat banklari, kredit siyosati hamda pul multiplikatsiya